Bugungi kunda qizlar kosmetologlarga borishadi, dermatologlarga. Rokutan degan dori, retinoidniy dori bu yuzda toshma bo'lmasligi uchun akne kutanovые дети. То есть shunaqa bolalar tug'ilishi juda xavfi katta, chunki nuqsonli bolalar tug'iladi va bosh miya faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Mana bitta vaziyat, bemor Rokutan degan dorini ichganlar. Sistemni rosa siqilib yurdim. Shu Rokutanni ichib, keyin yoningizga borib aytdim, shunaqa ekan. Mashina ichuvdim desam, hammasi Xudodan. Testlar topshirasan, yaxshi bo'ladi. Xudodan so'raverdim, deydi deysiz. Xudoga ming qadar shukr. Yaxshi qarab berdingiz menga. Va bilmagan edilar, ularni ogohlantirishmagan. Homilador bo'lganlaridan keyin ular eslaganlar. Lekin homiladan oldin biza jigar faoliyati va o't pufay faoliyatiga davolanib, immunotoksikoz bo'lmaslikka yozganmiz. Lekin Rokutanni bilganlaridan so'ng ular juda asabiy bo'lib, shu bola taraflama sog' tug'ilishiga xavotir bo'lganlar. Allohning bitta mo'jizasi bilan bolajonimiz esalamon tug'ilib oldi. Alhamdulillah. Lekin har bitta dorini ichishdan oldin nojo'ya ta'siri bilan keyingi homilaga rejalashtirishni albatta shifokor bilan maslahatlashgan holda bilib keyin qadam bosinglar.